Kazinogacha qariyb 2 soatda yetib olasiz. Kirasiz va generatorni qidirasiz. Seyf janubiy minoraning ostida joylashgan. Yo'lakni oxirida. Uni bir nechta zararsiz tuzoqlar qo'riqlaydi. Ularni chetlab o'tish yo'lini topish kerak. Bu paytda esa bizning jasur uchuvchimiz vertolyotga yoqilg'i quyadi. Pastda esa qulfbuzarimiz o'z ishiga kirishadi. Go'yo jarroh yoki musavvir o'zining navbatdagi yumushini ado etayotgani kabi. Va nihoyat, Seyf bunday muloyim muomala oldida chidash berolmay taslim bo'ladi. Keyin esa sizga faqat pulni vertolyotga yuklab, quyosh botguncha qaytish qoladi.